Bemor 8 yildan beri qandli diabet bilan xastalanib kelgandilar. Bemorga biz interpozitsiya operatsiyasini bajardik. Bemorda qand miqdori 18 hechon ko'tarilgan. Hozir mana bugun o'lchanganda qonda qand miqdori 6 ga tushgan, ya'ni bu norma hisoblanadi. Men Sherg'a Diloram. Assalomu alaykum. Sahrdan shu 8-10 yil atrofida qiynalib keldim. Og'iz qurishi, bo'g'im og'riqlari, qiynalib kelyotgandim. O'tirsam turolmasdim, tursam o'tirolmasdim. Hozir mana uyga ruxsat berishyapti. Hammasi yaxshi, xursandman, yengilman. Bugun operatsiya bo'lganimga 3-kuni juda ham yaxshiman. Oyoqlaring og'riqlar bir kunda ketdimi shundan? Bo'g'im og'riqlarim qoldi. Shundan juda ham xursandman. Qo'limni qimillata olmasdim. Qo'lim qimillayapti. Oyog'im o'tirsam tura olmayman bemalol harakatda. Og'riq hisobiga tura olmassiz hozir. Ha, og'riganini hisobiga tura olmasdim. Hozir hammasi yaxshi. Ko'z tegmasa, alhamdulillah, sahrlarim 6 bo'lganiga o'zim ham xursand bo'lib ketyapman. Alhamdulillah. Xursandsiz muhimi? Juda ham xursandman. Rahmat boriga. Tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Qiynalib yurgandan ko'ra, diyetani baribir ushlash qiyin-da, nafs juda ham anaqa qilib ketadi. Mehnatingizga rozi bo'linglar, ilohim. Rahmat kattakon.